Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan amaliyot platformasidan qay tartibda ikki tomonlama yoki uch tomonlama shartnoma olishni o'rganamiz. Buning uchun mobil qurilmamizdan Chrome brauzerini ishga tushiramiz va bu yerdan bir f.kokantsu.uz saytini yozamiz va kirish tugmasini bosamiz. Bu yerda bizga One Family, ya'ni yopiq universitet tarmog'idagi platforma ochiladi. Bu yerdan yuqoridagi 3 ta chiziqchani ustiga bosib, platformaga kirish tugmasini bosamiz. Bizda ochilgan oynada Chemis ID va parol ko'rinadi. Bu yerga o'zimizni Chemis ID'miz va parolimizni kiritamiz. Mana ko'rib turibsizki, platforma ochildi. Agar bizda shartnoma yoki asosiy menyular ko'rinmay turgan bo'lsa, yuqoridagi 3 nuqtani bosib, masshtabni o'zgartiramiz. Ozginagina masshtab kichraygandan keyin mana ko'rib turibsizki, asosiy amaliyot, akademik va sozlamalar ko'rinib turibdi. Ana endi bu yerdan amaliyot bo'limidan shartnoma buyrug'ini bosamiz. Va bu yerda bizda talaba ikki tomonlama shartnoma hamda uch tomonlama shartnoma olish ko'rsatilgan. Bizga ikki tomonlama shartnoma kerak bo'lsa, ikki tomonlama shartnoma olish tugmasini bosamiz va to'ldirish tugmasini bosamiz. Bu yerdan talaba o'zini yashash manzilini kiritadi, telefon raqamini kiritiladi va amaliyot boshlanish sanasi 2-martdan 13-iyulga qadar qilib belgilaymiz va keyingi qism tugmasini bosamiz. Bu yerda tashkilot turimizni tanlaymiz. Agar siz bog'cha yoki maktabni tanlagan bo'lsangiz, tashkilot turidan bog'cha va maktab bo'limini tanlaysiz. Agar xususiy maktab yoki boshqa tashkilotni tanlagan bo'lsangiz, xususiy tashkilot bo'limini tanlaysizda va pastki holatda muassasa turini tanlaysiz. Agar siz xususiy tashkilotga shartnoma olayotgan bo'lsangiz, boshqa turdagi muassasani tanlaysiz va amaliyot o'tash muassasa nomiga xuddi o'sha muassasani nomini, yuridik nomini kiritasiz. Bu yerga tashkilot emaili kiritiladi. Agar tashkilot emaili bor bo'lsa, to'liq kiritishingiz kerak bo'ladi. Agar yo'q bo'lsa, kiritmaysiz. Bu yerga esa tashkilotning hisob raqami kiritiladi. Unga biriktirilgan bank info raqami kiritiladi. Shaxsiy hisob raqam xususiylarda hisob raqam bitta bo'ladi. Agar tashkilot, byudjet tashkilotdan olmoqchi bo'lsangiz, ikkita bo'ladi. Agar sizga faqat hisob raqamni o'zi berilgan bo'lsa, faqat hisob raqamni o'zini kiritsangiz yetadi. INni kiritiladi. Keyingi qismga o'tamiz. Bu yerda rahbar ma'lumotlari kiritilishi kerak bo'ladi. Telefon raqami kiritiladi. Sizga biriktirilgan u yerdagi metodis yoki fan o'qituvchisini kiritasiz. Telefon raqami kiritiladi. Keyingi tugmasini bosamiz va bu yerdan joylashuv hamda viloyatlar tanlanadi. Ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlash uchun mana shu belgini qo'yamiz va shartnomani yuborish tugmasini bosamiz. Va yuqorida bizda shartnomani muvaffaqiyatli kiritilgani to'g'risida kichik oynacha chiqadi. Ma'lumotlar saqlandi. Mana avtomatik tarzda yana ochildi. Endi bu yerdan shartnomamizni qayta o'zimiz uchun yuklab, 3 ta nusxada chiqarishimiz uchun shartnoma olish tugmasini yana bosamiz va bu yerda yuklab olish tugmasini bosamiz. Saqlaymiz. Mana bizda shartnomamiz yuklandi.